Assalomu alaykum, Biyago'miz Vodiy Uz kanali a'zolari hamda YouTube tomoshabinlar barchalaringga xayrli kun tilagan holda erta tongda videolarimizni boshladik. Bugungi sanamiz 2026-yil hafta kuniga dushanba 3-avgust sanasida turibmiz. Hozir mana shu mavzumiz Biyago'mizlarimiz tayyor bo'lgan cho'lchanglarda qanday ajratiladi, mana shu haqida bo'ladi. Videomiz oldidan kanalimiz rivoji uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Albatta sizlarning bosgan like'laring bizni kanalimiz uchun juda katta ahamiyatga ega. Qani unday bo'lsa videomizni boshladik. Mana hozir 1 metr yonidan olib, mana shunday tepasiga tashlab chiqdik. Bu yonidan ham 1 metr olib ko'rilyapsizlar, mana salqinda cho'lchanglarga zarar bermagan holda mana shu holatda mana shu yonini shahashaklarni sidirib ko'rganlaringdek mana shu holatda tashlab chiqamiz, yig'ib. Bu tomonidan 1 metr, bu tomonidan 1 metr. Mana bu yonga 1 metr yoniga 5 sant 10 sant qilib ozuqa qilib berib chiqamiz. Mana hozir bu tomoniga tashlab olganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu tayyor ozuqa, quyoshda siparina bo'lgan. Baribir qisman qiziydi. Mana bu ko'rib turganlaring o'zimizni mana sholini, poholi, bizda vodiyda pohol deyiladi. Buni tavsiya beraman. Poholda ahamiyati juda ham katta. Mana somonga o'xshab, bug'doyni somoniga o'xshab kalta emas, hamda bu yerga tashlaganingizdan so'ng 10 kun 15 kundan keyin yana hashagini bu yoniga olib ozuqa berganingizda sizga juda qiyin bo'lmaydi. Somon bo'lsa aralashib ketib qoladi, tezda yo'qib ketadi. Bu poholdan 1 yil mobaynida foydalanishingiz mumkin, hamda suvda pishganligi uchun salqinni yaxshi beradi. Ko'rganingizdek mana shu holatda tashlab chiqyapmiz hozir. Bu yerga poholda yopganimizdan so'ng suv beramiz. Cho'lchanglarimizni ajratib olamiz. Mana bu holatda xohlagan payt zakasga qarab, vaqtingizga qarab bemalol elashingiz mumkin. Nimagaki imkon qadar cho'lchangda ajratib olganingizdan keyin suv tegmaydi. Namligi bir xil holatda turadi. Lekin buni ham mana shu holatda qo'yib qo'ymaymiz. Nimagaki quyoshda qurib ketib qolishi mumkin. Yengil mana shu hashakdan, poholdan ustini o'rab qo'yamiz. Sifati yana ham a'lo darajada turadi. Endi hozir mana shu yerlarda hozir ozuqani tashlab suv berganimizdan so'ng cho'lchanglar o'zlari ozuqaga keladi. Mana shu yerda hozir ko'rsataman. Juda ham ko'p cho'lchanglarimiz bor. Shu yer tagida, yer ostida juda ham ko'p cho'lchanglarimiz bor. Bularni tezda nobud qilmasdan, mana hozir ko'rinmayapti. Nobud qilmagan holda, vaqt cho'zmagan holda 5 metr tayyorlab tezda go'ng tashlab chiqamiz. Kunni qizigan holatida tavsiya bermayman. Ertalab salqinda yoki kechki payt qilishlaringni tavsiya beraman. Videoda kamchiliklarimiz bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Ekrandan nomer qoldiramiz. Bemalol Biyago'miz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana Biyago'mizlarimizning ham holati